Bugun men sizga juda muhim masalani tushuntirib bermoqchiman. Iyuldan boshlab ayrim fuqarolarning pensiya to'lovi yangi ma'lumotnoma yoki tasdiqlovchi hujjatlar bo'lmasa vaqtincha to'xtatilishi, ya'ni bloklanishi mumkinligi haqida gap ketyapti. Bu xabar ayniqsa pensiya olayotganlar, pensiya yoshiga yaqinlashganlar, nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik nafaqasini olayotgan oilalar uchun juda muhim. Men bu mavzuni qo'rqitish uchun emas, aksincha siz xotirjam bo'lishingiz, qaysi holatda xavf borligini, qaysi holatda xavotirga o'rin yo'qligini va eng muhimi, hozir nima qilish kerakligini aniq bilishingiz uchun tushuntiryapman. Iltimos, videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta mayda hujjat yoki bitta noto'g'ri ma'lumot sababli odam o'ylab pensiyasini kutib qolishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday ogohlantiruvchi va amaliy ma'lumotlar har bir oilaga kerak bo'ladi. Avval pensiya tizimida ko'p ishlar qog'oz hujjatlar asosida yuritilgan. Odam ish stajini mehnat daftarchasi bilan isbotlagan, ish haqi haqidagi ma'lumotnomani sobiq ish joyidan olgan, ayrim holatlarda arxivdan tasdiq keltirgan. Masalan, bir kishi 1945 yildan 2005 yilgacha zavodda ishlagan bo'lsa, uning ish staji mehnat daftarchasida yozilgan bo'ladi. Agar zavod yopilgan bo'lsa, u arxivga borib, haqiqatan ham shu yillarda ishlagan degan ma'lumotnoma olardi. Pensiya jamg'armasi shu hujjatlar asosida hisob-kitob qilib pensiyani tayinlardi. Lekin hozir tizim asta-sekin elektron bazalarga o'tyapti. Davlat organlari bir-biri bilan ma'lumot almashadi. Soliq bazasi, bandlik ma'lumotlari, FADEO, tibbiy ijtimoiy ekspertiza, bank va boshqa idoralar ma'lumotlari solishtiriladi. Maqsad yaxshi, odamni ortiqcha qog'ozbozlikdan qutqarish, soxta hujjatlarni kamaytirish, pensiyani adolatli hisoblash. Ammo o'tish davrida muammo paydo bo'ladi. Bazada ma'lumot to'liq bo'lmasa, familiya noto'g'ri yozilgan bo'lsa, ish joyi eski nom bilan turgan bo'lsa, staj ko'rilmasa yoki fuqaroning yashash holati tasdiqlanmasa, tizim pensiya to'lovini tekshiruvga qo'yishi mumkin. Mana shu joyda iyuldan yangi ma'lumotnomasiz pensiya bloklanishi mumkin degan. Gapning mazmunini to'g'ri tushunish kerak. Bu hammaning pensiyasi avtomatik to'xtaydi degani emas. Bu avvalo hujjatlarda nomuvofiqlik bor. Bazadagi ma'lumoti to'liq emas. Yashash joyi, nogironlik muddati, vasiylik yoki boquvchisini yo'qotganlik holati tasdiqlanishi kerak bo'lgan fuqarolarga tegishli bo'lishi mumkin. Men har doim aytaman. Eng xavfli narsa qonunning o'zi emas, odamning menga tegishli emas deb yurib tekshiruvni kechiktirib yuborishidir. Endi kimlar ko'proq e'tiborli bo'lish kerakligini batafsil tushuntiraman. Birinchi toifa, ish staji eski davrlarga to'g'ri keladigan pensionerlar. Masalan, OPA 1972 yildan 1992 yilgacha kolxozda ishlagan. Keyin 1993 yildan 2000 yilgacha maktabda texnik xodim bo'lgan. Mehnat daftarchasida yozuv bor. Lekin kolxoz allaqachon tugatilgan. Arxivda esa hamma ma'lumotlar to'liq saqlanmagan. Agar elektron bazada bu staj ko'rinmasa yoki hujjatdagi muhr o'qilmasa, pensiya jamg'armasi qo'shimcha tasdiq so'rashi mumkin. Agar fuqaro vaqtida javob bermasa, to'lov vaqtincha ushlab turilishi ehtimoli bor. Ikkinchi toifa, familiyasi, ismi yoki otasining ismi turli hujjatlarda har xil yozilgan fuqarolar. Bu juda ko'p uchraydi. Masalan, pasportda Gulnora deb yozilgan, nikoh guvohnomasida Gulnora. Mehnat daftarchasida esa eski ruscha yozuvdan o'girilganda Gulnora bo'lib qolgan. Yoki otasining ismi bir joyda Abdullayevna. Boshqa joyda Abdullayeva deb yozilgan. Odam o'zi buni mayda xato deb o'ylaydi. Lekin elektron tizim buni boshqa shaxs sifatida ko'rishi mumkin. Natijada staj yoki ish haqi avtomatik bog'lanmaydi. Shuning uchun men doim aytaman. Hujjatlardagi har bir harf muhim. Uchinchi toifa, chet elda yashab kelayotgan yoki uzoq muddat boshqa hududda bo'lgan pensionerlar. Ayrim holatlarda pensiya oluvchi shaxs tirikligi, yashash manzili yoki bank kartasidan o'zi foydalanayotganini tasdiqlash kerak bo'ladi. Masalan, bir otaxon Toshkentda ro'yxatda turadi, lekin 2 yildan beri Qozog'istonda farzandinikida yashaydi. Pensiya kartaga tushib turadi, pulni esa qarindoshi yechadi. Tizim bunday holatni aniqlasa, pensiya egasining holati tasdiqlansin deb tekshiruv boshlashi mumkin. Bu yerda gap jazolashda emas, pensiya haqiqiy egasiga yetib boryaptimi yoki yo'qmi, shuni aniqlashda. 4-toifa, nogironlik pensiyasi yoki nafaqasini olayotganlar. Nogironlik ba'zan muddatsiz belgilanadi, ba'zan esa ma'lum muddatga beriladi.
Agar tibbiy ijtimoiy ekspertiza muddati tugasa, yangi xulosa bazaga tushmasa yoki fuqaro qayta ko'rikdan o'tmasa, to'lov to'xtashi mumkin. Masalan, fuqaro 2 guruh nogironligi bo'yicha 2023 yil 11 iyungacha xulosa olgan. U menga oldin ham berilgan, davom etaveradi deb o'ylaydi. Lekin muddatli xulosa tugagan bo'lsa, tizim avtomatik ravishda asos yo'q deb ko'rishi mumkin. Shuning uchun nogironlik hujjati muddatsizmi yoki muddatlimi? Buni albatta tekshirish kerak. 5-toifa. O'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha pensiya yoki nafaqa olayotgan oilalar. Bu yerda ayniqsa farzandlarning yoshi va o'qish holati muhim. Masalan, bola 15 yoshga to'lgan, lekin kunduzgi bo'limda o'qishni davom ettiryapti. Bunday holatda o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Agar o'qish tasdiqlanmasa, tizim annendek yoshdan oshgan, asos tugagan deb to'lovni to'xtatishi mumkin. Yana bir misol. Talaba kollejdan universitetga o'tgan, lekin yangi o'qish joyi haqidagi ma'lumot o'z vaqtida kiritilmagan. Oila esa oldin olayotgandik deb kutib yuradi. Natijada bir necha oy pul tushmay qolishi mumkin. 6-toifa. Pensiyaga yangi chiqayotganlar. Masalan, erkak kishi 60 yoshga to'ldi, ayol kishi pensiya yoshiga yetdi, hujjat topshirmoqchi. Ular uchun ham yangi tartiblar juda muhim. Chunki hozir ko'p ma'lumotlar elektron bazadan olinadi. Agar ish staji, ish haqi, soliq to'lovlari yoki mehnat faoliyati bazada to'liq ko'rinmasa, pensiya miqdori kam hisoblanishi yoki tayinlash jarayoni cho'zilishi mumkin. Bir odam 30 yil ishlagan bo'lishi mumkin, lekin bazada 15 yil ko'rinsa, dastlabki hisob-kitob ham 15 yil bo'yicha chiqadi. Keyin odam isbolab yuradi. Demak, pensiyaga chiqishdan oldin hujjatlarni tekshirtirish juda muhim. Men sizga oddiy real vaziyatni tasavvur qilib beraman. Mahalladagi bir amaki 62 yoshda 25 yil qurilish tashkilotida ishlagan, 10 yil yakka tartibda mehnat qilgan. Qurilish tashkiloti 1998 yilda yopilgan. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin oxirgi muhr yomon bosilgan. Elektron bazada esa 2005 yildan keyingi soliq to'lovlari ko'rinadi, undan oldingi davr to'liq ko'rinmaydi. Agar amaki oldindan arxiv ma'lumotnomasini olib, hujjatlarni tartibga keltirsa, pensiya hisoblash ancha oson bo'ladi. Agar 1 iyuldan keyin tekshiruv paytida buni so'rashsa, u arxivga boradi, navbat kutadi, javob kechikadi, shu orada to'lov masalasi muallaq qoladi. Yana bir misol. Bir opa o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha farzandi uchun nafaqa oladi. Farzandi 12 yoshga to'ldi, universitetga kirdi, lekin o'qish joyidan ma'lumotnoma olib topshirmadi. Chunki hammasi elektron-ku. O'zi ko'rinadi deb o'yladi. Ha, ayrim ma'lumotlar elektron ko'rinishi mumkin. Lekin hamma holatda ham avtomatik ulanish to'liq ishlamaydi. Universitet bazasi, pensiya jamg'armasi bazasi va shaxsiy ma'lumotlar bir-biriga mos kelmasa, tizim tasdiq so'raydi. Opa esa 1 oy, 2 oy pul tushmay qolgandan keyin yugurishni boshlaydi. To'g'risi, buni oldindan qilish osonroq. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning pensiyangiz yoshga doir pensiya bo'lsa, hujjatlaringiz oldin to'liq tekshirilgan bo'lsa, pasport ma'lumotlaringiz, bank kartangiz, yashash joyingiz, stajingiz va pensiya tayinlangan asoslarda hech qanday o'zgarish bo'lmasa, odatda vahimaga tushishga hojat yo'q. Lekin bu umuman tekshirmang degani emas. Men ekspert sifatida shuni tavsiya qilaman. Har bir pensioner hech bo'lmaganda bir marta pensiya jamg'armasi bo'limi, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali yoki mahalladagi mas'ul xodim orqali o'z ma'lumotlari to'g'ri turibdimi, tekshirtirib qo'ysin. Bu 10 daqiqalik ish bo'lishi mumkin, lekin keyinchalik bir necha oylik muammoning oldini oladi. Endi istisnolar, nozik jihatlar va odamlar ko'p adashadigan nuqtalarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Ma'lumotnoma so'ralishi pensiya bekor qilindi degani emas. Ko'pchilik mendan hujjat so'rashdi, demak pensiyamni olib qo'yishadi deb qo'rqadi. Yo'q, hujjat so'rashning ma'nosi shuki, tizimda biror ma'lumotni tasdiqlash kerak. Agar siz haqiqatan ham pensiyaga haqli bo'lsangiz, kerakli tasdiqni topshirasiz va to'lov davom etadi. Agar vaqtincha to'xtagan bo'lsa ham. Ko'p holatda asos tasdiqlangandan keyin tegishli davr uchun qayta hisob-kitob qilinishi mumkin. Lekin buning uchun murojaat qilish, hujjat topshirish va yozma javob olish kerak. Ikkinchi nozik jihat, hammasi elektron bo'lsa, nega yana ma'lumotnoma kerak degan savol. Bu juda o'rinli savol. Elektron tizimlar rivojlanyapti, lekin eski yillarga oid ish staji tugatilgan korxonalar arxiv hujjatlari, eski nikoh yoki ism o'zgarishi ma'lumotlari har doim ham to'liq raqamlashtirilmagan.
Ayniqsa 1990-yillar, 2000-yillarning boshidagi ma'lumotlarda uzilishlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun ayrim holatlarda qog'oz hujjat yoki arxiv tasdig'i hali ham kerak bo'ladi. Bu fuqaroga ortiqcha yuk bo'lib tuyuladi, lekin pensiya miqdorini to'g'ri hisoblash uchun muhim. Uchinchi nozik jihat. Bank kartasi boshqa odam qo'lida bo'lsa, ko'p oilalarda pensionerning kartasi o'g'li, qizi yoki kelinda turadi. Agar pensioner o'zi rozi bo'lsa, bu oilaviy qulaylik deb ko'rinadi. Lekin rasmiy tomondan qaraganda, pensiya egasi pulni o'zi olyaptimi? U tirikmi? Majburlanmayaptimi? Mablag' undan boshqa maqsadda ishlatilmayaptimi? degan savollar tug'ilishi mumkin. Ayniqsa pensioner uzoq vaqt bank amaliyotlarida ko'rinmasa, ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa yoki shubhali yechimlar bo'lsa, tekshiruv bo'lishi ehtimoli bor. Shuning uchun agar qarindoshingiz nomidan pul olayotgan bo'lsangiz, rasmiy ishonchnoma, pensionerning roziligi va hujjatlar tartibda bo'lishi kerak. 4-nozik jihat, yashash joyi va ro'yxat masalasi. Bir odam Qoraqalpog'istonda ro'yxatda turib, Toshkentda yashashi mumkin. Yoki viloyatda ro'yxatda bo'lib, Rossiyada farzandlari bilan yashashi mumkin. Bu o'z-o'zidan pensiyani to'xtatadigan sabab emas. Lekin davlat organlari sizni qayerdan topishini, rasmiy xabarni qayerga yuborishini, tekshiruvda qanday bog'lanishini bilishi kerak. Agar sizning telefon raqamingiz eski, manzilingiz o'zgargan, bank ma'lumotlaringiz yangilanmagan bo'lsa, sizga yuborilgan ogohlantirishni ko'rmasligingiz mumkin. Keyin menga hech kim aytmadi deysiz, lekin tizimda xabar yuborilgan bo'lib chiqadi. 5-nozik jihat, ortiqcha to'langan pensiya. Ayrim odamlar shunday o'ylaydi, agar pul tutsa, demak menga tegishli. Lekin har doim ham shunday emas. Masalan, nogironlik muddati tugagan, lekin tizimda kechikish bo'lib, yana 2 oy pul tushgan, yoki boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi olayotgan farzand o'qishni tashlagan, lekin ma'lumot o'z vaqtida kiritilmagan. Keyinchalik bu aniqlansa, ortiqcha to'langan summa qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Shuning uchun sizga tegishli asos tugagan bo'lsa, o'zi tushyapti-ku deb jim yurish to'g'ri emas. Bu keyin qarzga aylanishi mumkin. 6-nozik jihat, telefon orqali keladigan xabarlarga aldanmaslik. Hozir firibgarlar ham shunday mavzulardan foydalanadi. Pensiyangiz bloklanadi, ma'lumotnoma chiqarib beramiz, kartangiz raqamini ayting, SMS kodini yuboring deyishlari mumkin. Hech qachon SMS kodini, bank karta parolini, ilova tasdiqlash kodini hech kimga bermang. Pensiya jamg'armasi yoki davlat idorasi sizdan telefon orqali karta kodini so'ramaydi. Agar sizga shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, darhol rasmiy telefon raqamlariga murojaat qiling yoki yaqinlaringizdan yordam so'rang. Hujjatni faqat rasmiy idora, davlat xizmatlari markazi, yagona portal yoki vakolatli tashkilot orqali rasmiylashtiring. 7-nozik jihat, og'zaki gapga ishonib qolmaslik. Mahallada kimdir hammadan ma'lumotnoma so'rayapti ekan, boshqasi pensionerlar pul olmay qolar ekan, yana biri faqat yangi pasport olganlarga tegishli ekan deb gap tarqatishi mumkin. Men sizga tavsiya qilaman. Har bir xabarni rasmiy manbadan tekshiring. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limi, davlat xizmatlari markazi, rasmiy portal yoki ishonch telefoni orqali aniqlashtiring. Chunki bir odamning vaziyati boshqasiga to'g'ri kelmasligi mumkin. Masalan, qo'shningizdan ma'lumotnoma so'ralgan bo'lsa, bu sizdan ham albatta so'raladi degani emas. Lekin sizda ham o'xshash nomuvofiqlik bo'lsa, oldindan tayyor turganingiz ma'qul. Endi eng muhim qism, siz hozir nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, hujjatlaringizni yig'ib tartibga soling. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi. Agar bo'lsa, arxiv ma'lumotnomalari, nikoh yoki ajrim guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar, nogironlik xulosasi, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlar, farzandning tug'ilganlik guvohnomasi. Kunduzgi bo'limda o'qish haqidagi ma'lumotnoma, bularning hammasini alohida papkaga solib qo'ying. Hujjatlarning nusxasini ham tayyorlab qo'yish zarar qilmaydi. Ikkinchi qadam, ma'lumotlaringizdagi moslikni tekshiring. Pasportdagi ism, familiya, mehnat daftarchasida qanday yozilgan? Tug'ilgan sana hamma joyda bir xilmi? Otasining ismi bir xilmi? Nikohdan keyin familiya o'zgargan bo'lsa, eski hujjat bilan yangi hujjatni bog'laydigan guvohnoma bormi? Masalan, mehnat daftarchasi Karimova Dilbar nomida, hozirgi pasport esa Tursunova Dilbar nomida bo'lsa, nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjat albatta kerak bo'ladi. Aks holda tizim eski staj sizga tegishli ekanini darhol tanimasligi mumkin. 3-qadam.
pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qilib, mening pensiya ishimda qanday ma'lumotlar yetishmaydi, qanday nomuvofiqlik bor deb so'rang. Juda muhim, shunchaki hammasi joyidami deb so'rash yetarli emas. Aniq savol bering. Masalan, mening stajim to'liq ko'rinib turibdimi? Nogironlik xulosamning muddati tizimda bormi? Farzandimning o'qish ma'lumoti kiritilganmi? Bank rekvizitlarim yangimi? Manzil va telefon raqamim to'g'rimi? Shunda xodim ham sizga aniqroq javob beradi. 4-qadam, agar sizdan ma'lumotnoma so'ralsa, uni qayerdan olishni yozib oling. Ish staji bo'yicha bo'lsa, sobiq ish joyi yoki arxivga murojaat qilinadi. O'qish bo'yicha bo'lsa, o'quv muassasasidan kunduzgi bo'limda o'qiyotgani haqida ma'lumotnoma olinadi. Nogironlik bo'yicha bo'lsa, tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasi tekshiriladi. Yashash yoki tiriklik holati bo'yicha bo'lsa, vakolatli idora orqali tasdiq olinadi. Har bir holatda hujjatning sanasi, muhr yoki elektron tasdiqlanishi, kimga taqdim etilishi aniq bo'lishi kerak. 5-qadam, har qanday murojaatni imkon qadar yozma qiling. Agar idoraga borsangiz, ariza topshiring va qabul qilingani tasdiqlovchi belgi, ro'yxat raqami yoki elektron bildirishnoma oling. Chunki keyin men topshirgan edim degan gapni isbotlash qiyin bo'lishi mumkin. Arizada oddiy qilib yozish mumkin. Mening pensiya to'lovlarim davomiyligini ta'minlash hamda pensiya ishimdagi ma'lumotlarni aniqlashtirish uchun tekshiruv o'tkazib, yetishmayotgan hujjatlar ro'yxatini yozma ravishda ma'lum qilishingizni so'rayman. Bu kabi aniq murojaat sizni himoya qiladi. 6-qadam, agar pensiya to'lovi haqiqatan ham to'xtab qolsa, vahima qilmang, lekin kutib ham o'tirmang. Birinchi kuniyoq bankdan hisob holatini tekshiring. Keyin pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Sababini yozma so'rang. To'lov nima asosda to'xtatilgan? Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi muddat ichida topshirish kerak? Qayta tiklash tartibi qanday? Agar sabab hujjat yetishmasligi bo'lsa, tezda yig'ib topshiring. Agar xatolik bo'lsa, xatolikni tuzatishni talab qiling. Agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori tashkilotga yoki sudga murojaat qilish huquqingiz bor. 7-qadam, yaqinlaringizga yordam bering. Ko'p pensionerlar elektron xizmatlardan foydalanishni bilmaydi. Telefon xabarlarini o'qimaydi. Ariza yozishda qiynaladi. Agar oilangizda ota-onangiz, buvingiz, bobongiz pensiya olayotgan bo'lsa, bu masala ularning o'zi biladi deb tashlab qo'ymang. Birga hujjatlarni ko'rib chiqing, papka qilib bering, telefon raqami yangilanganmi tekshiring, bank kartasi xavfsizligini tushuntiring. Bir kun vaqt ajratsangiz, ularning bir necha oylik asabiylashishi va moliyaviy qiyinchilikning oldini olishingiz mumkin. 8-qadam, rasmiy xabarlarni kuzatib boring. Qonun va tartiblar o'zgarishi mumkin. Ayrim qarorlar ma'lum toifalarga alohida taalluqli bo'lishi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman, pensiya masalasida eshitgan gap bilan emas, rasmiy ma'lumot bilan ish tuting. Agar yangi talab joriy qilinsa, odatda unda kimlarga tegishli ekani, qaysi muddatdan boshlanishi, qanday hujjat kerakligi ko'rsatiladi. Siz esa o'sha talabni o'zingizning holatingizga solishtirishingiz kerak. Hamma uchun bir xil javob bo'lmaydi. Men yana bir muhim maslahat beraman. Hujjatlaringizni skaner qilib yoki telefonda aniq suratga olib, xavfsiz joyda saqlang. Pasport, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, pensiya bilan bog'liq xat va javoblarning elektron nusxasi bo'lsa, yo'qolib qolganida yoki tez yuborish kerak bo'lganda juda asqotadi. Lekin buni begonlarga yubormang, ijtimoiy tarmoqlarga joylamang, firibgarlarga imkon bermang. Hujjat bu sizning shaxsiy ma'lumotingiz, uni ehtiyot qilish kerak. Yana bir amaliy holatni aytaman. Agar sizga ma'lumotnoma olib keling deyishsa, hujjatning aynan nomini so'rang. Odamlar ko'pincha arxivdan qog'oz olib keling degan umumiy gap bilan ketadi. Arxivga borganda esa arxiv xodimi qaysi yillar, qaysi tashkilot, qaysi lavozim, ish haqi kerakmi yoki faqat stajmi deb so'raydi. Fuqaro yana qaytib keladi, vaqt ketadi. Shuning uchun oldindan aniq yozdirib oling. Masalan, 1996-1994 yillarda falon korxonada ishlaganlikni tasdiqlovchi staj ma'lumotnomasi yoki 1995 yillardagi ish haqi to'g'risidagi arxiv ma'lumotnomasi aniqlik muammoni tezlashtiradi. Agar siz pensionerning farzandi yoki qarindoshi bo'lsangiz, bitta narsani yodda tuting. Pensioner nomidan harakat qilish uchun hamma joyda ham og'zaki qarindoshlik yetarli bo'lmaydi. Ba'zi ma'lumotlar shaxsiy hisoblanadi. Kerak bo'lsa, ishonchnoma rasmiylashtiring.
Agar pensionerning salomatligi yomon bo'lsa, harakatlana olmasa, uyga borib xizmat ko'rsatish tartibi bor yo'qligini so'rang. Ayrim hollarda mahalla, ijtimoiy xodim yoki vakolatli organlar yordam berishi mumkin. Muhimi, idorga bora olmaydi. Demak, hech narsa qila olmaymiz deb to'xtab qolmang. Demak, 1-iyuldan boshlab hammaning pensiyasi avtomatik bloklanadi deb vahima qilish kerak emas. Lekin hujjatida nomuvofiqlik bor. Nogironlik muddati tugayotgan, boquvchisini yo'qotganlik nafaqasida o'qish tasdig'i kerak bo'lgan, chet elda yoki boshqa hududda yashayotgan, eski ish staji to'liq elektron bazada ko'rinmayotgan fuqarolar albatta e'tiborli bo'lishi kerak. Pensiya to'lovi barqaror davom etishi uchun hujjatlarni oldindan tekshirish, yetishmayotgan ma'lumotnomalarni tayyorlash va rasmiy idoradan yozma javob olish eng to'g'ri yo'l. Men sizga ekspert sifatida eng asosiy fikrni aytaman. Pensiya masalasida vaqtni boy bermang. Bugun tekshirilgan bitta hujjat ertaga to'xtab qolishi mumkin bo'lgan to'lovni saqlab qoladi. Agar oilangizda pensioner bo'lsa, shu videodan keyin uning hujjatlarini ko'rib chiqing. Pasport ma'lumotlari, staj, nogironlik xulosasi, o'qish ma'lumotnomasi va bank kartasi holatini tekshiring. Sizning hududingizda pensiya bo'yicha ma'lumotnoma so'ralyaptimi? Kimdandir to'lov to'xtab qolgani haqida eshitdingizmi? Fikringizni izohlarda yozing. Boshqalar ham tajribangizdan foydalansin. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam o'z pulini, vaqtini va asabini asrab qoladi.